Hammaga salom bolalar, sizlar bilan har doimgidek Azimchik. Bugun biz Cardelius maksimalni rang qilamiz, lekin noodatiy usulda maksimalni rang qilamiz. Ya'ni biz kustda o'tirib, kelgan odamlarni kritik qilib o'tiramiz bolalar. Videodan maqsad shu. O'shaning uchun ham videoni boshlashdan oldin like, podpiska sizdan chiqmasin, biz bo'lmasam ketdi. Aytgancha ko'plar mendan so'radi, oxirgi payt kanalimda videolar qisqa bo'lgani uchun ko'plar menga aytdi, uzunroq video chiqaring, Telegramda ham yozishdi. Xullas, bu uzun video bo'ladi bolalar, menimcha sizlar zerikmaysizlar degan umiddaman. Mayli do'stlar, bo'lmasam birinchi katkaga ham o'tamiz, birinchi katkada tak. Конечно же, hech narsa qilmaymiz, просто kustda o'tiramiz bolalar. Videoning maqsadi shu-ku. Shunchaki kustda o'tirib, edgarlik qilamiz bolalar. Va bu yerda do'stlar hozir Edgar zakrisit qilishga harakat qilamiz, ya'ni o'ldirishga harakat qilamiz. Va menda o'xshaydi degan umiddaman. Nuda mana gribokimni yeb qo'yib o'lib qoldi bechora. Voy, oldimda murtish bor ekan. Mayli do'stlar. Let's go bolalar, endi bitta house drop ochib ko'ramiz. Bo'ldi bolalar, tushunarli, shart emas. Do'stlar, hozir bu yerda top 1 olishimiz ham mumkin. Shuning uchun hozir biz mana bu Shelly bilan team bo'ldik va top 1 olishga harakat qilamiz, конечно. Va Murti sразу menga tashadi va minus bo'ldi bolalar va Shellyni конечно же o'ldirib yuboramiz. Nima qilamiz? Da, to'g'ri team bo'ldik, lekin уже birga bir qoldik. Bu degani все равно o'ldirib olish kerak. Bo'ldi do'stlar, top 1 oldik. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, Mortis ham minus qildik va bu уже top 3 degani bolalar. Albatta hozir top 1 olishga harakat qilaman, lekin menimcha bu yoqda ololmasam kerak, chunki pasında Torbankali Lili turibdi, ustiga ultasi ham bor va Lu da bolalar aytganimdek top 1 ololmadim. No farqi yo'q bolalar, chunki bu baribir ham 3-o'rin va +6 win streak bilan +8 va oxirgi katka bolalar. Do'stlar, mana kustda ham mazzaq o'tiribmiz, уже top 6 ga tushdik. Hozir muhimi top 4 ga tushsak bo'ldi do'st. Voy, ana do'stlar, bo'ldi. Omadimiz keldi bolalar. Top 4 ga ham tushib oldik, bo'ldi. Bu degani Cardelius maksimalli rang. Nu все bo'ldi bolalar. Faqat krisalik qilib yutdik bolalar. Bolalar aytib ketmoqchiman, iltimos kommentariyamda hate qilmanglar, nimaga unaqa kustda o'tiribsiz, o'ynashni bilmaysiz, unaqa qilmanglar iltimos. Shunchaki bu hazil tariqasida olingan video. Yomon xayollarga bormanglar. Mayli bolalar, nima bo'lsa ham baribir bu Cardelius maksimalli rang +4 win streak bilan +7 bolalar. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bilan podpiskani esingizdan chiqarmang. Bo'ldi. Xayr.